Voy kelin, bugun oddiy ishga borasizmi? Yo'q, oyijon, bugun ishga bormayman. Bugun magazinlarni shopping qilmoqchiman. O'zimga narsalar olmoqchi edim. Uyda o'tirib zerikib ketdim. Mashinangizga chiqib qolsam maylimi? Pastga tushmay o'tirardim. Bo'pti, chiqing. Voy, o'rtoq, o'zing shu yerdamiding? Assalom, keldingmi? Kesanga takoy ochkilardan olib qo'yganman. Hamma brendlaringdan ko'rsat menga. Hozirda. Vau, zo'r ekan. Qalay? Allo, adasi. Mani kartamga pul tashlab oling. Oyijonga ochki olgani keldik ko'zlariga. Xo'p. Voy, asal turar ekan o'rtoq mashinasi ham. Nimaga tushdingiz mashinadan? Ko'z doktori ham bor ekan. Bolam ochkiga ham singandida ko'rsatmoqchi edim-da. Anta o'tirib turing. Qaynonam bilan yuribsanmi? Qatta ergashib chiqib oldi kampir sho. Xolajon, yuring keliningiz bugunlarcha men sizni doktorga olib kirib chiqaman. Xo'p. Doktorimiz yozib berganlariga qarab, men sizga hozir ochkilar ko'rsataman, xolajon. Siz nimaga taqvovossiz? Men pulim oshib qolsa olib beraman sizga. Mashlarni hisoblab ber menga. Bo'ldi, hozirjonim. Shular o'rtog'imga chiroyli qilib skitka qilib hisoblab bering, xo'p? Bo'ldi, xo'p. Men buni qo'shib yubormay, buni o'zini hisoblab turing hozir. Omina opa, shu ochkini pulini men oyligimdan olib qola olasizlarmi? Xolajonga hadya qilmoqchi edim. Onamlardan erta qolgan edim-da, duo qilib qo'ysalar xursand bo'lardim.